Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanlar Erkin Asiya Radiosu Toğrı televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə cərəyanda yüz bergan Uyğurlarga münasibətlik mühim vaqealardan məlumat berimiz. Mən Erkin. Dünya Uyğur Qurultayı və Vakalatsiz Millətlər Təşkilatı 27 nəfər Uyğurga ölüm cəzası verilganligini qattiq tənqid qildi. Qashqar viloyatlik o'tir sud dushanba kuni 27 nafar Uyg'urni 28 iyul Ilishqo vaqasiga yetib o'lim jazosiga buyurgan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı 14 oktyabrdagi bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Biz Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga qartilgan nahaq o'lim jazolari va rayondagi bostirish siyosatini darhol to'xtatishni talab qilamiz. Gollandiyani markaz qilgan Vakalatsiz Millatlar va Xalqlar Tashkiloti Qashqar viloyatlik o'tir sudning qarorini kishilik huquq va inson qadr-qimmatiga qilingan zo'r buzg'unchilik deb ko'rsatdi. Xitoy hukumati 28 iyul Ilishqo vaqasida 59 nafar atalmish terrorchini etayotganligini e'lon qilgan. 10 oktyabr Xotanning Gumanay bozori va atrofidagi rayonlarda Xitoyning hukumat xodimlariga hujum qilish vaqasi yuz berib, 2 nafar hujumchini o'z ichiga olgan, 8 odam o'lgan, 3 odam yaralangan. O'lganlar orasida 3 nafar soqchi va 3 nafar hukumat xodimi bor bo'lib, hukumat xodimlari orasida davlat josuslik organlariga ishlaydiganlar bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, ikki gumondorning asli ismi Mehmet To'xtiniyaz va Hasan Mehmet ekan. Mazkur hujumchilar 12 oktyabr atdigan soat 6larda Sağan tekshirish punktida soqchilardan 2ni yaralandigan va qo'rshovli qilib naq maydonda etib o'tilgan. 11 sentabr Fransiyaning poytaxti Parijda Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan. Namoyishni bosh shtabi Italiyadagi Osiyoga erkinlik tashkilotining Fransiya sho'basi uyushtirgan. Fransiya Uyg'ur jamiyati kuchli ovoz qo'shgan. Namoyishga fransuzlar, italiyaliklar, Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar va Hongkongliklar bo'lib 600 ga yaqin odam qatnashgan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Ilhom To'xtining ayoli Go'zalnur xonim Ilhom To'xti sungan norozilik arzining javobini kutayotganligini bildirdi. Uning bildirishicha, norozilik arzi 4 oktyabr yuqori sud mahkamasiga topshirilgan. Doiralar 8 oktyabr norozilik arzini topshirib olganligi haqida Ilhom To'xtining advokatiga xat etgan. Advokatlar Ilhom To'xti ustidan qaytadan sud ochmaslik qarorining mushabtining oxirigacha aniq bo'lganligini bildirmoqda. Uyg'urlarning qonuniy haq-huquqlarini talab qilgan mashhur Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti 23 sentabr muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. 10 oktyabr Guantanamoga qamalgan Uyg'urlar tasvirlangan hujjatli film Kanadaning Montreal shahrida o'tkazilgan xalqaro film festivalida ta'sir qo'zg'adi. Filmni kanadalik rejissor Patricio Henriquez ishlagan bo'lib, filmga Guantanamodagi Uyg'urlar bema'nilik tutqunlari deb nom berilgan. Mazkur filmda ayni davrda Uyg'urlar duch kelgan xalqaro vaziyat va 22 nafar Uyg'urning shu xil vaziyatning qurboniga aylanganligi bema'nilik deb qaralib, shu xil mantiqsizlik filmga mavzu qilib tanlangan. Patricio Henriquez film haqida to'xtalib mundaq dedi. Guantanamoga qamalgan 22 Uyg'urning hikoyasi faqat ularning shaxsiy hikoyasi bo'lmasdan, balki butun Uyg'ur millatining hikoyasi edi. Shunga men bu filmni ishlashga qiziqdim. Guantanamo turmasiga jami 22 nafar Uyg'ur qamalgan. Lekin hozir ularning hammasi degidek boshqa davlatlarga o'rinlashtirib bo'lindi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar.